qo'ychi akamizdan bir maslahat olmoqchiman. Mana qo'ychining tayog'i bizda zarang, do'lana deydi, o'sha narsalardan qilinadi-da bizda vodiyda. Bu do'lana bo'lsa, hali jimpin yaqinlashmaydi deb aytishgan edi. Bir eshitganmiz shuni. Sizlar Surxondaryomi sizniki? Surxondaryo. Surxondaryo nima deyiladi bu yog'ochda masalan? Mana buni nima deydi bu? Ketan daraxti. Chetan? Aha. Eg'ay bilan ketan zo'rda bu. Aha. Buni kuydirib tayyorlaydi. Kuydirib buni. Sog'lom kuydiradi. Buni kuydirib tayyorlash bu. Vashim qattiq bo'ladi. Qattiq bo'ladi, og'ir bo'ladi. Keyin tog'da yurishdan yaxshi-da bu. Ha, to'g'ri. Bu do'lana basding, men do'lana deb o'ylabman. Yurishdan issiq tutadi. Qo'lingizni Muzlatmaydi. Muzlatmaydi. ha, shuncha issiqmi bu yog'och? Voy, spirali bor buning ichida-da. Bak ota boboyimiz baqib kelganda shu yog'ochlarda, to'g'rimi? Mana. Shu bilan yurganda. Demak, qish kunida ham ushlab yursangiz issiq yuradi. Ey mashalloh. Qizartirishi, kuydirishi ham. Ha, ana bitta ma'lumot. Mana bugun qattiq mehnat, hashar. Xudo xohlasa mataylarini tozalayapmiz, qo'ylarni. Tozalab chiroyli qilib qo'ydik. Muzaffar shu yerda ekansiz-da, yaxshi hasharda. Atrofda aravalar ham yurishgacha moslashganda. Taylar olib. Mana har 3 oyda bir Jamoldan 3 oyda bir tozalab turish kerak edi endi bular tagini. Ana shu 3 oyda bir tozalanib tursa, bugun ham juda bo'pti-da. Qo'ylarimiz mashalloh, mana krasatalar. Ana bularni endi sekin may oyiga tayyorlab, Xudo xohlasa may oyiga bularga bitta zo'r qo'chqorni olib kelib qo'shamiz. Bo'ylari trikalsi yeyishni boshlagandan keyin bo'ylari o'sishni boshladi. Rosa hozir o'sadigan paytda trikalsini berib turish kerak-da. Beryapsizlar-a Bobirjon trikalsi? Asha rosa o'sadigan paytda berib turish kerak-da buni trikalsini. Bo'ylariga juda zo'r bo'ladi, suvak o'sadi. Zo'r ko'z tegmasin, malades bolalar. Hala bizni maytda krasavchiklarimiz bor. Krasavchiklar. Ana Xudo xolasa bular bomba qo'chqonlar tug'ib beradi nasib etsa. Mana shular. Svetlik barazizlari bor. O'sadigan qo'zlarga vitamin endi tuzlarini berib turish kerak. Vitabaza ana beramiz, vitabazani berib turamiz, yangi aralashtirib. O'sayotgan paytda berib turish kerak. Buni granula yem deb o'ylamanglar. Bu guruchni sholasidan chiqadigan nima ekanda? Bu patron. Menga bir ukamiz beruvdi, telefon nomeri ham o'zi aloqaga chiqsin, telefon nomerini kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Ammo men to'g'risi mana shuni bir tavsiya qiling chorvadorlarga. Masalan, pastga shiltib ketadi, pastlarga qochqochib ketadi. Shunga arzonroq qilib, narxi ham kommentariyaga yozib o'tamiz narxini. Shuni tashlang dedi mana. Mana shuga tashlaydilaring. Bitta Bobirjon ham mashina qilib. Biz mashina qilib tashladik mana. Qarang, ancha namliydi. So'rib olar ekanda bu. Mana. Tashab qo'ydik, go'yinga aralashib bosilib ketdi, lekin namliyni so'rib olar ekan. Mana. Biz mashina qilib tashladik. Yana bilmadik endi qanaqa qilib o'zlaridan bir so'rab ko'rasizlar. Biz shunday qilib bir qopni bittadan qo'raga tashab chiqqanmiz. Mana shunday qilib, lekin mana qarang, polga o'xshab qoldi. Shimi bo'lar ekan namli. Shim bo'lar ekan, mana shu men ham to'g'risi obunachilarimga tavsiya qilishdan oldin bir qator ishlataman degandim. Bir 15-20 kun bo'ldi berganiga. Mana biz mashlarga chachgan edik. Shimib, qup-quruq qilib qo'yibdi mana. Bu go'yinga aralashib ketar ekan. Tavsiya qilamiz, aloqaga chiqinglar, kommentariyaga nomeri ukamiz aloqaga chiqsa nomerini qo'yib qo'yaman. Bir kelishtirib olib olasizlar. 1000 so'mdanmi deyken 1 kilosini shunaqa dedi, 1000 so'mdan buni. Lekin foydasi bor ekan-a? Foydasi zo'r, katta ekan foydasi. Haligi mana Nurmuhammad haligi
Namlilarini shimib quritib qo'yar ekan. Mana polga o'xshatib qo'yar ekanda mana. Endi hali masalan hozir qo'y boqayotganlar 100 kilo 100 kilo olib kelib qo'ysa, bahorgacha bemalol mana shunday qilib tashab qo'yavering. Biz endi yana o'zidan so'rab olamiz, qanaqa qilib beriladi. Mana namlikni qilib go'ng bilan birga qatishaverar ekan. Bu